Davlatimiz rahbari joriy yil boshidan buyon 5 marotaba O'zbekneftgazda amalga oshirilayotgan ishlar taqdimoti bilan tanishdi. Shuning o'zi ham mazkur tizimning naqadar ahamiyatli ekanini bildiradi. Kuni kecha ushbu yo'nalishdagi ishlar sarhisobi hamda dolzarb 100 kunlik dasturi natijalari yuzasidan matbuot anjumani o'tkazildi. Hozir shu haqda. O'zbekneftgaz aksiyadorlik jamiyatining oldiga qo'yilgan asosiy vazifa eng avvalo moliyaviy barqarorlikni ta'minlash va xarajatlarni maqbullashtirishga qaratilgan. Buning ortidan iqtisod qilingan mablag'larni asosiy yo'nalishlarga, ya'ni geologiya qidiruv, qazib chiqarish va qayta ishlash sohalariga yo'naltirish mumkin. Shu bois birinchi chorakdayoq sarf xarajatlarni tizimli qisqartirish va optimallashtirish natijasida 2,5 trillion so'm mablag' tejalishiga erishildi. Avvalo qazib chiqarish va qayta ishlash hajmlarini ortish natijasida sanoat mahsulotlari qiymati 11,6 trillion so'mga yetdi. Bu o'tgan yilgi rejaga nisbatan 106% tashkil etadi. Eksport faoliyati ham ijobiy dinamika kuzatildi. Qayta ishlangan mahsulotlar ulushini ortishi va tashqi bozorlarda yuqori bo'lgan mahsulotlarni yetkazib berish hajmini kengayish natijasida eksport qiymati 162 million dollarni tashkil qildi. Bu rejaga nisbatan 130% tashkil etadi. 308 million dollarlik qiymatda investitsiyalar o'zlashtirildi. Bu rejaga nisbatan 160% tashkil etdi. O'zbekneftgaz aksiyadorlik jamiyati homiylik asosida futbol bo'yicha O'zbekiston Superligasida ishtirok etuvchi Bunyodkor, Nasaf va Buxoro kabi bir nechta jamoalarni moliyalashtirar edi. Bu yildan e'tiboran bu homiylik tugatildi. Matbuot anjumanida buning sabablari ham aytib o'tildi. Oxirgi marta 33 sonli prezident qarori chiqqanda shu homiylik mablag'lari to'xtatilishi to'g'risida davlat tomonidan topshiriq berilgan. Bu shu paytgacha futbol klublari homiylik mablag'lari sifatida moliyalashtirib kelingan. Shu 1-yanvardan bosqichma birdaniga to'xtatildi. Hozirda hech qanaqa bironta futbol klub bizlar tomonidan moliyalashtirilmayapti. Albatta hukumat ham buni inobatga olgan holda shu futbolni rivojlantirish bo'yicha men bilishimcha alohida qaror qabul qilindi. Shu Superligaga kirgan tashkilotlarga har bittasiga 35 milliarddan mablag' ajratish bo'yicha davlatning o'zi alohida jamg'arma qilib ularni moliyalashtirish ishlarini olib borilyapti. Bizning jamiyat tomonidan hech qanaqa futbolga moliyalashtirish amalga oshirilmayapti. Jamiyatda kadrlar masalasiga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Boisi tizimning barqaror rivojlanishi malakali xodimlarga bog'liq hisoblanadi. Muhiddin Ergashev, Aziz Bahodirov, Hudud informatsion dasturi uchun.